Inson uxlaganda o'zi bilmagan holda yotgan holatini o'zgartirib turadi. Kim sanagan? Kechqurun necha marta to'ntallasiz. Endi qiziqib qarab ko'rsanglar chiqadi. 15 minut der ekan. Shu kuzatganlar 10 minut har xil ekan. Bilasizmi? Rosa charchab kelib, bitta yotib, qimillashlikka ham holingizni uxlab qolgan paytingizda tursiz yog' cho'p qo'ygan bo'ladi bo'yningiz. Men qatib qoldi bo'ynim deysiz. Nimaga qatib qoldi? Chunki qon aylanmadi. Holatni o'zgartirmadingiz. Ulamolar aytadi, mana shu tib ulamolari insonni tanasida mana asablar bor, nervlar bor. Ular bosimni his qiladi. Bir xil holatda inson 15 minutmida, 20 minutmida qimillamay yotsa, poylar uzoqroq ezilib qolsa, mana shu asab markazlari, nuqtalari miyaga xabar yuboradi, signal yuboradi. Qimillat deb.